O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brendini dunyoga tanitayotgan milliy mahsulotlarimiz eksportida oziq-ovqat sanoatining ulushi ham bugun salmoqli natijalarni qayd etmoqda. Xususan, joriy yilning birinchi yarmida mamlakatimiz oziq-ovqat eksporti 44% ga o'sib, 1.3 milliard dollardan oshgan. Quritilgan mevalar, mayiz, dukkakli mahsulotlar va gilos eksporti bo'yicha esa O'zbekiston global oziq-ovqat bozori yetakchilari qatorida e'tirof etilmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiy barqarorligi va aholi farovonligini ta'minlayotgan tarmoqning ishlab chiqarish hajmi ham yildan yilga o'sib Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ekspertlari tahliliga ko'ra, sohaning o'tgan 8 yildagi ishlab chiqarish ko'lami qariyb 50% ni tashkil etmoqda. 2017-2024 yillar davomida O'zbekiston oziq-ovqat sanoati barqaror o'sishni ko'rsatdi. Ushbu davr mobaynida mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi 48,1% ga oshgan bo'lsa, bu ichki bozorni ta'minlash va eksport salohiyatini kengaytirishda muhim omil bo'ldi. Ushbu o'sishning asosiy omillaridan biri soha uchun jalb qilinayotgan investitsiyalardir. Tahlillarga ko'ra, mamlakatimiz oziq-ovqat sanoatiga kiritilgan moliyaviy resurslar hajmi oxirgi 8 yilda 443 million dollarga oshgan. Tarmoq rivojiga investitsiyalar ham alohida ahamiyatga ega deya olamiz. 2017-yilda sohaga 231 million dollar miqdorida investitsiya yo'naltirilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib esa bu ko'rsatkich 674 million dollarga yetdi. So'nggi 8 yilda nafaqat oziq-ovqat mahsulotlari eksportida, balki ishlab chiqarish turlari tarkibi va hajmida ham ijobiy o'sish kuzatilgan. 2017-2024 yillar davomida tarmoqda bandlik darajasi 107,2% ga o'sgan bo'lsa, korxonalar soni esa 110% ga o'sdi. Eksport hajmiga keladigan bo'lsak, bu davrda 3,8 barobarga oshdi. Mutaxassislar fikricha, mamlakatimiz oziq-ovqat sanoati qisqa vaqt ichida ulkan yutuqlarga erishdi. Bu jarayon davom etayotgan islohotlarning samarasi, tadbirkorlar uchun yaratilgan keng imkoniyatlar va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brendiga tashqi bozorda ishonch ortayotganidan dalolat beradi.